Minecraft. Lekin men Bedrock o'ynayman. Kim bilmasa Minecraft ikkita asosiy turga bo'linadi. Bedrock va Java. Bedrock telefon uchun mo'ljallangan bo'lsa, Java esa kompyuterga. Lekin Bedrock Minecraftni ham kompyuterda o'ynash mumkin. Tushunib turganingizdek, bugun biz Bedrock Minecraftda ajdarni yo'q qilmoqchimiz. Lekin bu bizning asosiy maqsadimiz bo'lmaydi. Biz bugun Bedrock va Javani solishtiramiz. Masalan, Bedrockda juda ham ko'p chanklar qo'yish mumkin. Chanklarning qanchalik ko'p bo'lishi siz o'ynayotgan qurilmaga bog'liq. Javada esa ancha kamroq chanklar bilan o'ynaysiz. Va menimcha farq sezilib turibdi. Bu degani Bedrock yutdi, ya'ni unga 1 ball. Shunday qilib biz ajdarni o'ldirguncha Bedrock va Javani solishtirib boramiz. Umid qilamanki tushuntira oldim. Aytgancha, sizga qaysi biri yoqadi? Bedrock yoki Java? Albatta yozib qoldiring. Xo'p, va nihoyat kirdik. Sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar qishloqni bu yerga kirishga ko'ndirish qanchalik qiyin bo'lganini. Jibbul, bilasanmi, men Javada Bedrock o'ynash uchun qanchalik qiynaldim. Yo'lda meni atomlarga parchalab bo'rtqatdan yig'ishga to'g'ri keldi. Yo'lda maza qilib qishlog'imda. Muhimi shu yerdasan, endi sal bo'lsa ham kuchayib olaylik. Allaqachon tutishdimi? Sen yana qayerdan keling, suvni tagiga yo'qolsang bo'lmaydi. Aytgancha, Bedrock Minecraftda boltadan ko'ra qilich aniq yaxshiroq bo'ladi. Aytarding, nega bu o'lmayapti deb yotibman men. Ha, menimcha bu Bedrockda hayron qolishga hali ulguramiz. Bu nima yiqilgan daraxtmi? Nega bu Javada yo'q? Yalmoqis. Yarimtagina jonim qoldi. Menda ham shu qayiqqa o'tir surdik. Hozirgi paytda quruqlikka chiqish o'zini o'ldirishga teng. Buncha shoshilasan, sen ko'roq yashaver. Meni aybim yo'q. Oho, bu tog'larda qara bahaybatligini. Lekin menimcha bunday bo'lmasligi kerak. Javaga 1 ball. Hozircha teng ketyapti. Ana bu yerda buzilgan portal bor ekan. Ketdik. To'xta, hozir quruqlikka chiqmaymiz, ko'p o'lib ketamiz. Unday bo'lsa, kutamiz. Wow, mana buni qara, agar men quyoshga qarasam, u ko'zimni qamashtiryapti. Bunaqasi aniq Javada yo'q. 1 ball Bedrockka. Ehtiyot bo'l, bu yerda magma bor ekan. Bizda yarimta jon borligini hisobga olsak, bu juda ham xavfli. Dubul jon, voqma deydi senda. O'ta xali asqotadi. Bu yarimta jon bilan aniq ko'pga bormaymiz. Shuning uchun kechirasizlar. Steak seni oshqozonib so'rab qoldi. Ishonma, Steak aldashyapti. Wow, bu yerda ovqat yeyish animatsiyasi bor ekan, lekin nega meni jonlarim to'lmayapti? Animatsiya uchun Bedrockka 1 ball, Jonseka to'lganiga Javaga 1 ball. Yana sezgan darsam, bu yerda moblar juda ham ko'p paydo bo'lar ekan. Cheksiz ovqat to'plasa bo'ladi. Nega men taxta bo'lagiga o'xshab yuguryapman? Dahshat, Javaga 1 ball hoziroq. Hali ajdarni boshini olishimiz kerak. Yur, shuning uchun tezroq qishloq topaylik axir. Chopdik. Qiziq, Jokerda tuzoqlari Bedrockda ham bormikan? Buni tekshirib ko'ramiz. Ha, bor ekan. G'ijim Joker, bizning oldin kelganmi? Negadir maxluqlar bilan urushib chiqib kelmayapti kechasi bilan. Shuning uchun yotoq yasayman. Va nega bu yotoq bu qadar dahshatli ko'rinyapti? Aga, bega, bal qo'shavermasang-chi. Ha, o'zim ham qo'shmoqchi emasdim bunga. Mayli, endi tezroq uxlash kerak. Yo'q, bu aniq Javanikidan chiroyliroq. Nima deb o'ylaysan? Bu yerda nezir qiyinroqmi yoki osonroqmi? Buncha shoshilding, hali boramiz, ko'ramiz, bilasan, pishasan. Menimcha esa osonroq bo'lsa kerak. To'xta, senga loyiha o'rgataman. Agar o'lib ketishingga sal qolsa, yotoqning oldida shart qo'yib uxlab ol. Dezerda zo'r asqotadi. Baliq bo'lib ketdi, qachon bunaqa suzishni o'rganding? Bilmaysanmi, yo'yaman bu suzishni. Menda zo'r g'oya bor. Bedrock o'ynayotganimizdan foydalanish kerak. Qanday? Bu yerda chanklarni dahshatli darajada ko'p qo'ysa bo'ladi. Shuning uchun daraxt chop. Qishloq topmoqchimisan? Ha, topdik. Qaranglar, so'zlamalarga kiramiz, u yerdan bo'lsa chanklarni topamiz va uni 76 tagacha qo'yish mumkin, ko'ryapsizlarmi? Va bu aniq Bedrock plus tarafi. Buncha chak bilan qishloqni topa olmaslik qiyin masala. Faqat doimiyga buncha chaklar bilan o'ynash yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Seni bu olamga ulaydigan uskuna portlab ketadimi? To'g'ri, qishloq topdik, endi aniq ovqat muammo bo'lmaydi. Biz to'qmiz. Bu yana qanday omad bo'ldi? Lava ko'li. Lekin menda yomon xabarlar bor. Bu yerda zamon bloklari yo'q ekan. Samon bloklar yo'q. Ha, bu yerda Javani ustunlik qildi. Lava ko'li yetmaganiga bu yerda avampost ham bor ekan. Ovqat deydi, men bular bilan hal qilamiz. Ko'p hammasini. Ha, Zumrad evaziga ovqat sotib oladiganga o'xshaymiz. Men ushla Galemdan temir so'rab turdim qalqon yasashga. Bizga yog'och kerak. Sen o'zi bizdan kamonchi bo'lasan. Seni qo'ling biram g'alati qimirlayaptiki. Zo'rda, bu nima kamonchi bo'lmadi? Qaysi go'rdagisi bo'ldi? Balki oldiroqga qo'yish kerakdir. Bu men baribir. Ha, Javada bunaqa muammolar bo'lmasdi. Voy nihoyat bularkanu. Endi tayoqchalarni sotish va ovqatni sotib olish kerak xolos. Tayyor. Menimcha bu
ovqat ajdarni o'ldirishga ham bemalol yetsa kerak. To'xtachi, qayoqqa? Yur lava ko'liga. Temir aslahasiz bormaymiz-ku, yur qidiraylik. Mayli yur bo'lmasa. Mana qo'yan topildi, Tezroq temirni kavlab nezirga surib olish kerak. Nima uryapti meni? Yo'q, qor yaramas. Salkam o'yga uchib ketdi. Nechta temir kovladik, menda 50 tacha bo'ldi. Qanaqa temir bu mag'luqlar meni hozir o'ldiradi. Ertaga kovlab ketaman shekilli. Bular devorda orasida uryaptimi? Qanaqa tishlar bo'ldi bu yana? Javada bunaqasi bo'lmasdi. Bo'ldi, chiqaveringlar, hammasini hal qildi. Sen men temirni ushlab pishir, ular meni urmayapti, yo'yaman borib. Bir stak Yordam, urib olishdi, pandishga sandishga. men shu yerdaman. Bu narsani yo'y. Yana bir so'rang kecha qolsang o'lardim. Qishloqi, menimcha men bir so'naga kecha qoldim chog'i. Muhimi sen qo'rqma, hammasi hali yaxshi bo'ladi. Nima balonlarni valdirayapsan? Sen xavotir olma, men seni albatta tuzataman. Nimadan tuzatasan? Nima bo'ldi? Gap shundaki, Nega qo'lim yashil? Bu zomiki bo'ldi-ya. Nima bu menmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nega seni miyangni kemayapti unda? Yo'q narsan, nimasini yeyman? shu holatingda ham hazillashaverasan. Nimani kutuvding? Sen yaxshisi bosh kiyim yesa temirdan, men yo'masligimga. Yaxshi, yana menda bu yerda endi marvarid. Mana bosh kiyim ham tayyor, ma ushla. Qanday kunlarga qoldim-a? Qishloqqa endi mashhur. Xor qildi zombi qurg'ur. Shoir bo'lib keti. Hamma narsani yasab oldik o'zimizga temirdan, endi nezirga olg'a. Hamma narsani baholab yuribsanmi? Albatta, lekin mana bu yerdan nega chiqolmayapman? Ko'lib ayrib ketdi. Qara, yana bitta lava ko'li topdi. Zo'r-ku, qaytib ham o'tirmaymiz. Qurishni boshladik. Qara, bir marta o'rgataman. Portalni mana bunaqa speedrunchasiga qurish kerak. Vop, ko'ryapsanmi? Ana, ishni yarmi tayyor. Qolganichi, adashmasam shunday qilardi. Kalla qo'yding, unaqa emasdi. O'xshaydi, sen qil. Ana, men nima dedim? Dini azoblar bilan bo'lsa ham qurdimi? Endi esa shunchaki yondirgalka esa buni yoqish qoldi va biz nezirdamiz. Bunaqa rasm judayam foyda bo'lmadi, qara. To'g'ri aytasan va yana hozircha Javadan farqini ko'rmayapman. Bizga aniq u yerga emas. Qayerga emas? U yerga emas. Ketdik. Bu yerda nima taxtadan qurgansan, kallak? Qara, bunaqasini bir marta ko'rsataman. Qanday qilding, cho'kaman. Bizga bu nezirdan marvartlar va olovli tayoqchalar kerak. Menimcha marvartlarni qayerdan olishni bilaman. Menimcha, menga shunday tuyulyapti-da endi. 3 blokka chiqish kamlik qiladi yo'q. Qanday kamlik qiladi? 2 blokda ham urisha olmaydi. Menimcha bulardan ko'zi prakashga bo'lgan-ku. Haqga o'xshaysan, hozirgina qalqonim ko'rishdi, lekin hozircha hammasi yaxshi. O'rtaga tursa menimcha muammo bo'lmaydi. O'ylanadi, hozir o'ylaman. Yo'q, hozircha o'lmasam kerak. Qani qo'rq. 4 blok, 5 blok, 6 magma ko'p sekinmi bor. Bu shuncha balandga sakraysanmi yaramas. Jamoajam bitta gaz kam edi. Bu yana nimasi bo'ldi? Lavada yurar usti esa cho'chiqami deb o'ylabman. Ko'zima ko'rinibdi. Qara, taktika iti. Bu yoqda magma kubaysan, da indirmeni isg'adi. Yo'yamiz. Va nihoyat o'ldirdim. Hech narsa tushmadi. Yaramaslar. Bularda nega urayotganingni deb teleport bo'laveradi. Bu shunchaki odamni ko'nglini aytyapti. Har bitta zarbadan keyin teleport qilishyapti. Bu borada aniq Java yaxshiroq edi. Yana aytishingiz mumkin nega qayiq ishlatmayapsizlar deb. Sababi oddiy, bu yaramaslar qayiqdan ham teleport qila oladi. Graslar ham jo'ga tegdi. Tusha va nihoyat bu abadiy davom etadigan-ku. Vallanatib men zombi cho'chqani urib yubordim. Bo'ldi, bala, sen o'lding, o'zingni ko'm. Mayli, unutmayman seni. Bizning azoblarimiz o'zida qo'yasiga yetganga o'xshaydi va nihoyat 15 ta bo'ldi, bu aniq yetadi. Qo'sh, hali nezirda sayohatimiz tugagani yo'q. Olovli tayoqchalar jur qizil qala qidirib olg'a. Vop, ketdik. Qanday yutding? Shunchaki yugurib o't. Bo'lmasi kerak-ku. Sen menga ishon. Mayli, qani izlanadi.
solishtirdim. Deyarli yetib kelgandiki. Mana qilich. Sen esa qo'rqma, deyarli og'rimaydi. Birinchi tayoqcha tayyor. Qo'sh, ko'mircha bo'lmaydi desang. 3 gacha sanab hujumga o'tamiz va la'nati o'zlari kelishdi-ku. Nima, bular quvlashadimi? Tayoqchalar deyarli har biridan tushyapti. Vop, Bedrockga bal. Endi menimcha tayoqchalarni yig'ish osonroq bo'ladi. Bu tayoqchalar to'kilyapti-yu, xuddi ular tushidek. Endi shunchaki portalimizni qaytib topish qoldi.